1982-yilda SAT imtihonida shunday bir savol berilganki, unga barcha o'quvchilar noto'g'ri javob bergan. Mana o'sha savol. Yuqoridagi rasmda A doiraning radiusi B doira radiusining 1/3 qismiga teng. Rasmda ko'rsatilgan holatdan boshlab A doira B doira atrofida aylanadi. A doira necha marta aylanganda uning markazi dastlabki nuqtasiga qaytib keladi? Javob variantlari. SAT savollari tez yechilishga mo'ljallangan. Bu imtihonda o'quvchilarga 25 ta masalani yechish uchun 30 daqiqa, ya'ni har bir savolga taxminan 1 daqiqa vaqt berilgan. Shuning uchun videoni to'xtatib masalani yechishga urinib ko'ring. Javobingiz qanday? Sizga aytishim mumkinki, B varianti, ya'ni 3 to'g'ri emas. Bu masalani birinchi marta ko'rganimda mening intuitiv javobim B edi. Chunki doiraning uzunligi 2πr ga teng va B doiraning radiusi A doiraning radiusidan 3 marta katta bo'lgani uchun B doiraning uzunligi ham A doiranikidan 3 marta katta bo'lishi kerak edi. Demak, mantiqdan A doira B doirani aylanib chiqish uchun 3 marta to'liq aylanishi kerak. Bu albatta noto'g'ri. Ammo A, S, D va A javoblari ham xato.